Uyimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan Novostroyka JK1 2 xona 8-qavat 100 kvadratdan iborat. Ko'rib turinglar, ko'p qiziq narsalar bor. Bismillah deb uyga kirganingizda sizlarni shunaqa chiroyli atmosferadagi xonadon kutib oladi. Ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Hozir uyimizni obzor qilishni boshlaymiz. O'rtoqlar zal hol qilingan ekan. Kuxkasini qaranglar, chiroyli ishlanganligini, astrologlarga bitta baho berib qo'yasizlar. Umuman ortiqcha narsasi yo'q. Hamma texnikamiz Hoffmandan bo'ladi. Ko'ringlar, bitta like bosinglar. Ayollarga juda ham yoqadi. Mana posuda moykalargacha qo'yib qo'yishibdi. Bu narx ichida hamma xil narsalar bor. Xolodilnikni ham qaranglar. Xolodilnikni ham zo'rlarni qo'yishibdi. Yoqayotgan bo'lsa like. Divanning zonasini ham qarang, chotki ishlanganmi? Hamma narsasini bu yerda Alisa bajarib beradi bizga. Mana. Oynasi ham panoramnik, Yakkasaroyda joylashgan, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham go'zal manzara, ayniqsa kechqurun. Spalnisini qarang, spalnisi ham alohida bitta tema ekan. Qarang, hamma texnikalari qilingan. Xo'sh, mana bu yoq женский zona deymiz. Bu yoqga bitta mujskoy qilib рабочий zona qilsangiz bo'ladi. O'zini garderoblari bilan. Kimga shu yoqqan bo'lsa like bosish esdan chiqmasin, niyat qilganlarga nasib qilsa narxini video oxirida aytamiz. Bu kartinkamizning orqasida birinchi sanuzlimiz, tushunganingizdek, bu uyimizda ikkita sanuzl bor. Mana qarang, vannani. Sanuzl ham alohida tema. Bu yerda dushovniy. Unitazidan ham ikkita oynani. Mana atmosferasini beryapti. Birinchi sanuzlimiz, endi ikkinchisini ko'ramiz. Bu o'zi прачечный zona, lekin bu yerdan bitta unitaz qo'yib qo'yilgan, mana Hoffman ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rib bitta baho berib ketinglar o'zinglar. Bu uyutniy kvartiraning narxi $240 ming kelishadigan joyi bor, aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz.